Assalamu alaikum, men Arafat Roz Muhammed. Men Sharq Turkistonning G'o'lji shahar Qo'rg'os noyasidan bo'laman. Men hozir Turkiyada yashayapman. Ota-onam va urug'-tuqqanlarim ustidan guvohlik qo'ymoqchi. Dadam Roz Muhammed Abduvali 1963-yili 3-oyning 12-kuni G'o'ljida tug'ilgan. O'zi oddiy dehqon. Opam Hurnisa Osman 1965-yili 5-oyda G'o'ljida tug'ilgan, o'zi uy xonimi. Ukam Erpan Roz Muhammed 1991-yili 11-oyning 28-kuni G'o'ljida tug'ilgan, o'zi mashina remontchisi. Kichik dadam Samet Abduvali o'zi G'o'ljida tug'ilgan, dehqon. Ailemdekilerden xabar alamagılı 2,5 yıl oldu. Başkalardan bilişimçe 2,5 yılın yakı öyle hiç kim yokken. Ula cezalığa girdi mi ya türmedi mi hiç haberim yok. Yalğancı kazzap Xitay biz terbiyeleştik ki okuyucularının 90%'ini koyuvettik deb yalğan sepset kıldı. Eğer koyuvetken bolsang mening ota-onam ve urug'-tuqqanlarim qani?